Akalarim, opalarim, hammalaring sog' salomatmisizlar. Bugun zo'r video bo'ladi. Iltimos, vaqtlaringiz bo'lsa oxirigacha ko'ringlar. Faqat videoni boshida kichkina reklamani aytib o'tay. Zo'r video bo'ladi, ishoninglar. Rossiyada yurgan akalarim, opalarim diqqatiga Tespay ilovasini yuklab olamiz Play Market App Store'dan. Hamda O'zbekistonga ko'proq pul jo'natamiz. Boshqa ilovalar bilan solishtirib ko'ring, menga rahmat aytasiz. Rossiyadan turib gaz, suv, svет barcha usluga to'lovlarni amalga oshirishingiz mumkin. Foydalanib ko'ring, rahmatni aytavering. Xullas, yonimizda turgan singlimiz ismingiz nima edi? Zuhra 34 yoshda, hali tengini topgani yo'q, lekin jahon chempion desa ham bo'ladi, nomzodlar rosa ko'p, faqat yoshi kattalar chiqishyapti. Bugun bir inson bilan ko'rishdi, 43 yoshli aka bilan o'zaro gaplashdi. Xullas, qolganini o'zlari aytib beradi, qanaqadir o'zaro bir-birovlarida menimcha muammo bo'lsa kerak yoki xullas to'y bo'lmadi. Ikkinchi Andijondan so'ragan inson hamma sharoitni qilib beramiz. To'yini ham xullas hech narsadan qaytish yo'q deb aytishdi. Ammo unga ikkilandiki, sal uzoqlik qilyapti ekan, ham yoshi kattaroq deganday fikrlarni aytishdi. Endi bugun videoda qani nechta nomzod chiqadi, biz uni bilmaymiz oldindan. Undan tashqari mana Sirdaryodan, Vodiydan, Toshkentdan, misol qayerdan, Buxorodan endi eslaganlarim aytib, rosa ko'p murojaatlar, videolar tashlangan, ko'rsatdim. Xullas, hali tengini topgani yo'q. Endi do'stlar, akalarim, opalarim, uylanaman degan insonlar yoki kelin qilaman degan insonlar bizga hozir jonli efir bo'lyapti. Telegramdan video vizitdan chiqishingiz kerak. Lekin telefon, SMS, galasoy qoldirmang. Chunki u insonning kimligini bilmaymiz. Bu yerda mana minglab nima qiladi? Birov bilan galasoyni eshitib turganda boshqa telefon bo'lib qoladi-yu, nima turlar bo'ladi bu. Mana tinimsiz telefon bo'lib yotaveradi. Mana bu yerda mana 6 ta telefon bor o'zi, to'g'risi. Shu sabab bizga faqat video vizitdan chiqinglar. Agar tengi chiqsa muammo yo'q, bir kunda to'y qilib beramiz. O'sha 43 yoshli aka bilan men gaplashdim, qandaydir hujjatlar haqida gapirishdi. Lekin agar hujjatlari yoki o'zini ishlari masalan bitadigan bo'lsa, to'yda bir muammo yo'q, o'zlari ham muammosi yo'q deb aytgan. Faqat bu kishi hal qiladi, ular hal qiladi. Xullas, o'sha 43 yoshli akamiz bilan nima deydi? To'y bo'lmadi. Endi qolganini o'zlari tushuntirsin. Keyin men sizlarga salomlashib olgandan keyin ideti yo erta yo indin ko'ramiz, surpriz qilib yo'lga chiqaman do'stlar. Yo'lda sizlarga videoni qo'yib ketaveramiz. Ya'ni videoni Sulton boboga topshirib ketamiz. Qolgan mavzularni Sulton bobo yoritib borishaveradi. Bitta salomlashib olasizmi? Assalomu alaykum barchaga. Mening ismim Zuhra, 34 yoshdaman. Men o'z juftimni topish uchun, turmushga chiqish uchun mana shu yergacha yetib keldim. Mana videolar bo'lyapti. Hammasi haqiqiy, yolg'on, aralashgani yo'q. Meni hayotimga hattoki bobojon akamiz ham aralashgani yo'q. Yuz ko'rib gaplashtirdi. Lekin bizni to'yimiz bo'lmadi, chunki u dokumentlar shu xullas kelisholmadik. Bu to'y bo'lmadi, shuning uchun yana efirga chiqyapmiz. Boshqa nomzod izlayapmiz. Zo'ridan chiqinglar, to'g'rimi? Hazil-huzul video bo'laveradi. 95lik kodi bilan 857 87 nolon raqamiga aloqaga chiqamiz. Sizlar bilan hozir aytaman. Taxminan 40 minutlar efir qilamiz. 40 minutlar. 95lik kodi bilan 857
87 noldan raqamga aloqaga chiqamiz. Agar 1000 kishiga chiqsak, Sulton boboni kutamiz. 1000 kishiga chiqqandan keyin o'zim aytadigan gaplarimni aytaman. Faqat qarab tursalar bo'ladi. 95 lik kodi bilan 857 87 noldan raqamga aloqaga chiqamiz. Endi men hozir bu qizga hech narsa deya olmayman. Turmushga chiqam deya olmayman, chiqmay ham deya olmayman. Biz faqat o'zini xohishi bilan yoritib beramiz. Agar tengi chiqsa, to'yda muammo yo'q. Bir kunda to'y qilib beramiz. Bir kunda o'zida hech bir muammo yo'q. Faqat tengini tanlashda. Yana bir gap, Mo'tabarmi opamiz? Mo'tabar opamiz ham o'z tengini izlayapti. Xullas, u inson ham kecha menimcha taxminan 1-2lar atrofida Xorazmdan ya'ni yaxshi niyat bilan to'y qilamiz deb kelishdi. Bir inson o'g'li bilan, opasi bilan, kelini bilan necha kishi, 5 kishimi shunday bo'lib kelishdi. Lekin u kishilarning ham to'yi bo'lmadi. 2 soatdan ziyod gaplashildi. U kishi hali tengini topgani yo'q, chunki men yo'lga chiqaman davolanishga. Davolanmasam bo'lmaydi, mazam bo'lmayapti men, to'g'risi gap. Endi hali bilet olganim yo'q men. Bugun bilet olsam, balki ertaga uchib ketaman, balki Indinga. Shu 1-2 kun ichida Xudo yo'l bersa, Made in Indiyada sizlar bilan ko'rishamiz. Made in Indiyada. Alloh yo'l bergan bo'lsa, erta yo indin, yo indindan keyinmi, faqat biletni bugun hal qilamiz nasib bo'lsa. Agar Indiyada nasib bo'lsa, chiroyli videolar sizlarga taqdim etaman. Endi bu qizga keladigan bo'lsak, bu agar ketganimcha tengini topsa, ertani o'ziga to'yini qilib ketaveramiz. Agar tengini topmasa, nomzodlar juda ko'p, tanlab o'ziga yoqqanini oladi, biz to'yini qilib beramiz. Bu endi umr savdosi, adashmasin. O'zlari hal qiladi hammasini, men hal qilmayman. Tegaman desa, mana bugun o'sha 43 yoshli aka keldi. Masalan, ekalasini muammosi yoki buni gapi yo to'g'ri kelgan deydi, muammosi bo'lmagan deydi. Ishoning, bugun to'y bo'lib yotgan bo'lar edi. Shu uchun Assalomu alaykum. Qandaysiz aka? Necha yoshsiz? Zo'r ekan. Yanga yo'qmi? O'lganmi yo ajrashganmisiz? Ajrashganmisiz. Ko'pchilikda oilasi vafot etadi, bizga chiqishadi yoki ajrim qog'oz bo'ladi. Ajrim qog'oz bormi? Ko'rsata olasizmi, ko'rsating desam? Bir kishi ham bir kun saniqda turibdi deyishdi, ertasi kuni endi bu 1-2 yil oldingiga yo'lga chiqsam aytadi-ku, aka aytayaptilar-ku, bir hafta qoldi deydi. Oilangizni saqlab qoling deb yo'ldan qaytdik-ki. Nimaga 1 million deyapsiz? Million haqida gapirmayapti, ajrim qog'oz haqida gapirishyapti. To'lab keldingiz? Ajrim qog'oz hali olganingiz yo'q. Ha, olib bo'lgan. Ikkinchi marta uylanmadingizmi? Nima ish qilasiz o'zingiz aka? Qayerdansiz? Andijon? Shu qizni Andijondan oshig'i ko'p ekan lekin, rostiga. Vodiydan rosa ko'pchilik so'radi. Vodiydan bir menimcha hozir esla olmayapman. Yaqinda yana gaplashgan edim. Turmushga chiqqanmi yo'q bilmayman. Menimcha bir qiz kelaman degan. Menimcha 30 dan oshgan bo'lsa kerak yosh.
kelsa video qilamiz deyapmiz. Xullas, mana shu qiz sizga yoqib qoldi, to'g'rimi? Keyin ikkinchi marta uylandingizmi, yo'qmi? Endi. Bolalaringiz bormi? Aliment to'laysizmi? Nech pul? Ha, mayli, pulni aytib o'tirmang, nech pul bo'lsa ham mayli. Ustalarda ko'p pul bo'ladi deydi-ku. To'y qilishga imkoniyatingiz bormi? Bitta kasb bir kiyib kelib, bitta oq fatani nima qilib kiygizdirib olib ketishga? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Anjoliman. 94-yil. Bo'ldi. Men 91-yilman, 34 yoshdaman. Qanday qaraysiz? Yaxshi qaraysiz. Aka, yaxshi qaraysizmi? Yaxshi qaraydi, gapiraveradi. Endi kichkina katta ekansan demaysizmi demoqchiman. Ha, tarix fanidan bitta dars berasiz, bo'ldi. Men o'qituvchiman, erta maktabga ishlayman desam bunga qanday qaraysiz? Yaxshi qaraysiz aka, unga ham. Uyda o'tirish kerak-da, men o'zim boqaman, men ishlamiz. Uyda o'tirsangiz, o'zlari boqar ekan. Darsni menga o'taverasiz. Ha. Oilada endi farzandlarga dars o'tasiz, 40 ga kirgandan keyin, agar bolalar katta bo'lgandan keyin ishga borsa boraversin-a. Ha, keyin ishga borasiz. Ungacha menga dars o'tasiz. Men kichik bo'lganman. Mana. Ikkichi bo'lgandan keyin bemalol. Ko'rsat desalaringiz, yuzini ko'rsatamiz. Andijonlik aka 31 yoshli ekanlar. Hamma ko'rsatdi. Nechi kishi bizda? 1300 ga 650. 1300 Sulton bobodan? Qaysi kanal? Qaysi telefon? Sulton bobo kanaliga o'sha Maden Indiyaga ketsak, hamma narsani topshirib ketamiz. Shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Indiyadan Telegramga yozinglar, 95lik kodi bilan 857 87 donlar raqamga, balkim Indiyada ko'rishib qolarsiz. Gapiring. Dars berasizmi? Masalan, er-xotin bir-biri bilan kulishib, suhbatlashib o'tiradi-ku bar hayotda. Yo'lda ham masalan tarix fanidan Amir Temur nechinchi yil tug'ilganini bilmaysiz, aka? Yo'q, hisoblasin. Bitta so'rang qani tarix fanidan. Ana, sizga savol berib, aytingchi. Aka, sizni hamma yuzingizni ko'rsating deyapti. Nima deysiz? Ko'rsataveraylikmi? Ish qilib, ana u yangi u yoqdan oxloqni ko'tarib kelmaydimi, peshonadan solib? Yo'q, men tug'ilganni qo'ysa ishgan. Bo'ldi, o'g'il bola bo'lsa. Mana shu 31 yoshli akamiz xullas uylanaman deb chiqdi. Kim rozi? Ko'rinmaydi. Ha? Eshik ko'rinyapti, nima ko'rinyapti? Yo'q, aka eshikni ko'rsataveryapsiz. Yo'q, bizda oshkora bo'ladi. U yuzingizni ko'rsatmasangiz, oilangiz bo'lishi mumkin. Har nima bo'lishi mumkin. Men sizga qog'oz tashlayman deyapman. Yo'q, zakis qog'oz emas. Men hozir efir qilyapman. Men yashirin ishganim yo'q. Men Oka, chatoq ekansiz-ku. Yangadan tayoqni yeb qolmang bo'lmasa. Sizni asli chorilib qo'yaylik. Biz oshkora to'y qiladigan odammiz. Bunaqa yashirincha mayda shunda qilib o'tirmaymiz. Chatoq ekan akalik. Chunki oilasi bo'lishi mumkin. Bu yerga yolg'onchagi hazillashib, har xil holatda chiqishi mumkin, bilmaymiz biz. Boyagi hech kimni yomonlash fikrim ham yo'q, yomon gapirmayman ham, hazillik guruh qilyapman. 100 gram Coca-Cola'ni ta'sirida ham telefon qilishlari mumkin, biz uni bilmaymiz, to'g'risiga. Shuning uchun ko'zlaringiz oldida mana choyni qilib qo'yamiz, to'g'risiga. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz.
Mana birga bir yozibsiz. 50 ta yoshim, yaxshi ayol kerak, tel nomerim. Aka telefon qilib nima qilib beraylik, dastlabki qilib beraylik, aytib beraylikmi? Biz to'y qilib beramiz. Video chiqargan insonlar videosini yoritib beramiz, tengi chiqadi. Lekin bu yerda sizning SMS'ingizga qaysi ota-ona, qaysi aka-uka telefon qilib qizini aytib beradi? Yo siz o'z qizingizni yo opa-singlingizni aytib berasizmi? Savol ber. O'zingizga bitta savol berib ko'ring. Agar bizni ustimizdan kuladigan bo'lsangiz, bizga bir tilla qiziq yo'q. Siz o'zingizdan o'zingiz kulasiz xolos. ...95lik kodi bilan 857 87 nomli raqamga aloqaga chiqamiz. Sizga nima deyishim kerak men? 95lik kodi bilan 857 87 nomli raqamga aloqaga chiqamiz. Odam soni kamayib ketib qoldimi? 505 ga 985. Akalarim, opalarim bitta like bosamiz. 95lik kodi bilan 857 87 nomli raqamga aloqaga chiqamiz. Xullas, video davom etyapti. Bu insonni qancha odamlar so'rayapti. Hali lekin tengi chiqqani yo'q. Alo. Assalomu alaykum. Necha yoshsiz aka? O'ttiz bir yosh ekan, tegasizmi? Assalomu alaykum. Qayerdansiz aka? Ellikqal'a Qoraqalpog'istonga qaraydimi yo? Ha? Qoraqalpog'istondan so'rashyapti. Nima deysiz? Qoraqalpog'istonga turmush qurmayman. Uzoq deyishyapti aka Qoraqalpog'istonni. Kuzatib boring, agar tegingiz chiqsa to'y qilib beramiz aka. Ya men bilaman, Ellikqal'a anavi To'rtko'ldan o'tgandan keyinmi? To'rtko'ldan o'tgandan keyinmi Ellikqal'a? Yo, noto'g'ri aytdimmi? Ha, endi uzoq deb aytishyapti. Agar xo'p deganda chaqirar edik aka. Mashinada yaqin bo'ladi. Nima deysiz? Mashinada yaqin bo'ladi deyishyapti. Yo'q deyishyapti aka. Meni qo'limda emas-da. Kuzatib boring, tengingiz chiqib qolar. Xo'p, sog' bo'ling. Bitta o'zingiz salomlashib, bitta fikringizni aytib bering. Assalomu alaykum. Barchaga. Men ismim Zuhra, 34 yoshdaman. 91-yil bo'laman-da. Men Qarshi davlat institutida tarix fakultetida Yuzingizni ko'rsating. Hozirgi kunda ish faoliyat olib boraman. Maktabda tarixfan o'qituvchisiman. Men turmushga chiqish uchun mana shu Bobojonov kanaliga kelganman. Yoshingiz? Yoshim 34 da. Hozirgi kunda maktabda dars beraman. 3 yildan beri maktabda ishlayman. Alo. Ajrashganimga 3 yil bo'ldi. To'liq dakindan ajrashganman. Farzandim yo'q. Bunday, assalomu alaykum. Bitta yuzingizni ko'rsating, bunda burilib turib, qop-qorong qilyapsiz-da yuzingizni. Yana bunday qilib turibsiz-da, yuzni mana bunday qilib ko'rsating. Mana bunday oddiy qilib qishloq ko'rsating. qiziman. Uyda tandirda non yapganman. Ha, shunda mana bunday turing. Bunday turyapsiz-da. Mana bunday turing. Keladi. Faqat menga o'zimga meni yaxshi ko'rib, himoya qilib, ertaga bir kunda sevib, sevilish uchun, oila qurish uchun. Aka, uzoqroq ko'rsating, iltimos sizdan.
Assalomu alaykum. Aka siz bilan gaplasha olmaymiz. Faqat peshonangizni ko'rsatyapsiz-da, to'g'risi gapda. Yosh chegarasiga keladigan bo'lsak, 30 yoshdan 45 yoshgacha bo'lsa yaxshi bo'lardi. Undan yuqorisi bo'lmaydi. Alo. Keyin imkoniyati Assalomu cheklangan mana bu nogiron insonlar bo'lsa ham turmush Qandaysiz? Zo'rmisiz? Necha yoshsiz? Qayerdansiz? bu viloyatlarga keladigan bo'lsak, mana shu Qayerdan? barcha viloyatlar Jizzax, ham voh. mayliga. Toshni joyi ekan. Faqat Zomindanmi yo shahardan? gaplashib, turmush qurish kerak va turmush qurishga shoshilish kerak emaslik o'zim o'ylayman, fikrlayman. Shuning uchun mana bu nomzodlar ko'p. Bir marta hayotda qoqilganman. O'shaning uchun men Gapiring. iloji boricha ko'rib, gaplashib ko'rib, Mana shunda o'zingiz ko'rsatib turing. Bunday keyin turmush ko'rsatyapsiz-da. qurmoqchiman. Ikkinchi marta adashishga biz ayollarni haqqi yo'q deb o'ylayman. Kim uylanmoqchi aka? Ayting, kim uylanmoqchi? O'zingizmi? Uylanmaganmisiz? Yangiga nima bo'ldi? Yangi turmush qurib ketgan u Hindistonga. Ikkinchi marta uylanmadingizmi? Endi-da. Endi? Yo shuncha vaqt hali uylanmadingizmi? Ikkinchi, uchinchisiga. Yo, bultur Ajrim qog'oz bormi? bor. Ko'rsata olasizmi? Hozirmi? Ha. Chunki ko'pchilik aldayapti-da, mana. Ajrim qog'oz bor deydi, efirdan keyin gaplashsak, bir hafta qoldi, 3 kun qoldi, 1 oy qoldi. Ana shunaqa gap aytishyapti. Haqiqatdan ham mana shu Hozir men keyin akamni gaplashib uydaman-da. ko'rdik. Ha, bo'lmasa tezroq gaplashaylik. Tezroq gaplashaylik. Shundan. Qayerdan ekan u kelin? Mana, Kelin bo'lmish. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryodanman. Alaykum assalom. Ismim Zuhra. ismi Zuhra ekan. Qashqadaryodan ekan. Bobojon aka, Mana, bitta salomlashingda. qozni olib borsam, qanday olib nima marosim bo'ladi, nima bo'ladi? Man ko'rsatib qo'yibsan orqani ko'rsat. Ko'rinmayapti mana. Nima qilish kerak? Kostyum kiyib, oqbat. Necha yoshda? Yoshim 34 yoshdaman. Ismim Zuhra. 91-yil. Aka, siz bitta o'zingizni videoga olib tashlang, kutyapmiz, gapirmayapsiz-da. Qanaqa marosim deyapsiz, boshqa deyapsiz. Siz bitta kiring, o'rganing. Keyin mana bu yerga xalqning oldiga chiqib turib videoga chiqing. Bu marosim nima bo'ladi? Lambadaga tushamiz aka, lambadaga. Ikkalamiz o'rtaga chiqib lambadaga o'ynaymiz, bo'ladimi? Qanday marosim bo'ladi? Shu marosimga tayyorgarlik ko'rish. Tayyorgarligingiz bormi? Kostyum kiya olasizmi? Oqibatida olib chiqa olasizmi? Kimdir 50 gram Coca-Cola'ni ichib chiqyapti, boshqa qilyapti, birov u qilyapti, birov bu qilyapti. Endi birov bizni ustimizdan kulaman deb o'zini ustidan kulyapti. Endi har xil inson chiqyapti-da, biz nima qilaylik aka? Bir insonni baxtli bo'lsin deb mana shu yerda o'tiribmiz. Bizga bir tillik nafi yo'q. Yo birov misolan men pul berib qo'ygan yo'q. Misolan yigit tomon yo qiz tomon mana sen to'y qilding yo unday qilding deb pul yo mablag' berib qo'ygan joyi yo'q. Kerak bo'lsa yonimizdan xarajat qilyapmiz. Kimgadir hisobini olamiz. Endi bu yerda aytib o'tirmaylik. Ozroqmi, ko'pmi, qancha bo'lsa ham harakat qilyapmiz. To'g'ri. Endi qanaqa marosim deysiz, boshqa deysiz.
Videolarni ko'ring, bobojon o'z kanalida to'y bo'lyapti. Prosta boshqa insonlar vaqtini olib o'tiribmiz aka. Men o'yladim, Jizzax bo'lsa, havosi tozaroq bo'ladi. Chata qo'ygan. Alo, assalomu alaykum. Aka, jiddiy bilan telefon qilyapsizmi? Ko'pchilik bekorchilikdan telefon qilishyapti-da. Ajrim qog'oz bormi? Kim uylanadi aka? Ajrim qog'oz bormi? Hali ajrim qog'ozi olganim yo'q, lekin to'liq ajrashganman, bolalarga bitta. Bo'lmasa sizni YouTube'ga ko'rsatib o'tirmaylik yuzingizda. Ajrim qog'ozni oling. Avvalambor oilangizni saqlab qoling. Raz endi ajrashishga qaror qilib sudgacha borgan ekansiz. Ana o'shandan keyin murojaat qilasiz. Men sizga chopalab to'yingizga xizmat qilib beraman aka. Javob. Sud aka 6 oy to'y bergan, lekin biz davomli birga yashaymiz. Endi qarang. U hozir siz yashaysizmi, yashamaysizmi? Sizni oilangiz bor qonuniy. Lekin xohlang birga yashang, xohlang onasiga yetib qo'ying. Sizni oilangiz bor qonuniy. Shu uchun biz aytadigan gapimiz, oilangizni saqlab qoling. Agar boyagi ajrim bo'lib ketsa, mana xalqning oldida aytayapman aka. Chotki xizmat qilib to'yingizga zo'r to'y qilib beramiz. Uyna desangiz o'ynab ham beraman aka. Hozir men sizni yuzingizni ko'rsatganim yo'q. Chunki yuzingizni ko'rsatganim bilan sizni oilangiz bor hisobida hozir. Lekin biz anchadan beri birga yashaymiz. Men uy-joyga shunday tashlab chiqib ketganman. Otarim yarim endi ham to'layman. O'zim ancha yashayman. Shuning uchun uydagilarim qo'ymayapti. Qachongacha bunday yurasan? Bo'ldi. 6 oygina deb ayting. Shuncha kutdik, bir 6 oy bor ekanding. Chunki bunaqa ehtimoli bo'lishi mumkin. Bu aniq emas. Chunki hozir bir qizga uylandingiz, erta oilangiz, bolalaringiz bu kelib, siz bitta oila bo'lib ketsangiz, u hali buzilmagan narsa-da boyagi joyiga tushadi. Mana bu inson esa nima deydi? Tushundi endi, qolgan gaplarni aytib o'tirmaylik. Aytamiz desa gap ko'p. Unaqa narsa bo'lmaydi. Bo'lish ehtimoli bor aka. Bo'lish ehtimoli bor. Men hozir bitta gapni aytsam, yana sel istora yarim soat bo'lib qoladi. Bittasi aytayapman-ku, bittasiga tekkan, keyin tekkandan keyin 4 oylik bolasi bo'lgandan keyin oilasi qaytib kelgan. Kechirmeni, ana u shaharga borib turgin, men senga uy olib beraman, u qilaman, bu qilaman, shu miyda gaplar bo'lgan. U inson keyin bolasini oldirishga tushgan. Qo'lida chaqalog'i ham bo'lgan. Endi buni hozir boshidan aytsam, gap bu rosa ko'payib ketadi. Xullas boyagi qiz qiynalib qolgan. O'sha qo'lidagi bolasi ham, qorindagi bolasi ham o'zida qoldi, bir oilaga turmushga chiqib ketdi, boshqa oilaga. Lekin kuygani qoldi uni. Shunday bo'lishi mumkin. Aka, sog' bo'lasiz. 6 oydan keyin gaplashamiz aka, xo'p. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamga aloqaga chiqamiz. Mana bu telefonga qilyapsizlar. Men bu telefonni mana ko'tardim ham ko'rinmaydi. Alo. Assalomu alaykum. Men efirdaman aka. Xo'p. Samolyotni chiqarib qo'yaylik. Shu bilan esda chiqib samolyotim 2-3 kun qolib ketib qoladi. Anvar aka, yuzingizni ko'rsating. Alo. Promo efirda sizni ko'rsatamiz. Yuzingizni ko'rsating aka. Aka, men o'zim bola chaqalarni
O'sha ukangizni yuzini ko'rsating bizga, biz qizga ko'rsataylik, shu yerda realni hal qilamiz. Bo'ladigan bo'lsa ertaga to'y bo'ladi. Bo'lmasa u kishiga ayting, o'zini bitta videoga olib sizga tashlasin, siz menga tashlab yuboring, men qizga ko'rsataman. Ma'qul bo'lsa keyin yo men o'zim boraman, yo ukangizni olib kelasiz. Bo'ladimi aka? Sog' bo'ling, bratim. 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. To'qson beshlik kodi bilan to'qson beshlik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Bu qizni oshig'i ko'p. Rostdan ham ko'p. Lekin o'z tengi chiqmayapti. U meni qo'limda emas. Men video qilib beraman. U meni qo'limda emas. Agar qaysiga tegsa, biz to'yini qilib beramiz. 95lik kod bilan 257 87 00 raqamda Telegramdan video vizitga chiqamiz. To'qson beshlik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Xorazmni Urganchdan ekansiz. Endi Galasoy tashlayapsiz. Bu Galasoyda sizni izlab qidirib bormaydi-yu. Yo qaysir ota-ona, yo qaysir aka-uka singlisini, opasini yo qizini aytib beramiz. Takror aytayapmiz. Video tashlang bizga deyapmiz. Ermak qilyapsizmi? Yo o'zingiz ustingizdan kulyapsizmi? Biz uni bilmaymiz. Qayta minglab tushuntiryapmiz. Tushunmagan insonlar bloklab qo'yapmiz. Galasoy tashladi. Chunki mana bironta nimasi yo'q bu yerda ma'lumot. To'qson beshlik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqamiz. Bitta salomlashib yuboring. Assalomu alaykum. Sulton bobo men kishidan tushib ketdingmi? Yo'q. Men ismim Zuhra. Bo'lmasa sizlarga Zuhra bitta salomlashib yuborsin. Hozir bir insonni ko'rsataman. Mana shu yerga chaqirsalaringiz eshik oldiga tayyorlasalaringiz uni biz ikkinchi insonni sizlarga ko'rsatamiz. Siz salomlashib yuboring. Yana bir bor assalomu alaykum. İkinci inson tayyorlaylik. Men ismim Zuhra, 34 yoshdaman. Men o'z juftimni Opani o'ziga ko'rsating. Yaxshi ko'rinadi shunday. kelganman. Qashqadaryo viloyatidanman. Men Gapiravering. Men Qarshi davlat institutini tugatganman. Hozirgi kunda maktabda ishlayman. Tarix fan o'qituvchisiman.
men turmushga chiqmoqchiman. Mana imkoniyati cheklangan bo'lsa ham turmush quraman, lekin men o'zim sog'lomman. 100% uydagi ishlarni hammasini qilaman. Qishloq sharoitda o'sgan insonman. Turmushimga keladigan bo'lsak, men 3 yil yashab, 3 yil turmushdan ajralganimga 3 yil bo'ldi. Yashaganman, 6 oy yashaganman. Bu yerga chiqib hozir efirga chiqishning o'zi bo'lmas ekan. Juda ham hayajon bor. Men iloji boricha harakat qilyapman gapirishga. Xullas, qiynalib qoldik, to'g'rimi? Gapirishga. Lekin hozir shu videoni boshidan oxiriga ko'rsangiz ham 3-4 minut gapirgansiz, qolganini o'zimni bitta ko'rsatib bering. Bu kanal ham ko'rinmaydi. Do'stlar, agar kimdir shu qizga uylanaman desa yoki kelin qilaman desa 95lik kodi bilan 857 87 00 raqamiga aloqaga chiqinglar. Ya'ni video vizitdan. Hozir efirda. Efir tugagandan keyin o'zingizni videoga tashlang. Tamam çıktı. Agar tengi chiqsa bir kunda to'yini qilib beramiz.